Salom qadrdon do'stlar. Bugun siz bilan juda muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Agar siz bu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizga juda muhim bir xabar yetkazishim kerak. Ko'pchiligimiz o'zimizni qulay his qilamiz. Hech narsa o'zgarmaydigandek tuyuladi. Lekin hayot shiddat bilan o'zgarmoqda va sizga tegishli bo'lgan narsalar xavf ostida qolishi mumkin. Bu axborot har birimizga tegishli, ayniqsa uy-joyi, yerni yoki biron bir ko'chmas mulki bor har bir inson uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda muhim bir imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz yoki hatto jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun tayyorlaning. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Ilgari biz ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazishda asosan qog'oz hujjatlarga tayanganmiz. Uy-joyga egalik huquqi haqidagi eski qarorlar, yer ajratish to'g'risidagi hujjatlar qo'lda yozilgan orderlar, texnik pasportlar. Bularning barchasi bizning mulkimizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlar edi. Hokimiyat qarorlari, tumanlardagi yer bo'limlari tomonidan berilgan ma'lumotnomalar, hatto Sovet davridan qolgan qizil muhrli guvohnomalar ham o'z kuchiga ega edi. Odamlar hujjatlarni tartibga solish uchun mahalliy hokimiyatga, kadastr bo'limlariga borib, navbatlarda turib, barcha ishlarni an'anaviy usulda, ko'pincha qog'ozbozlik bilan hal qilishardi. Hamma narsa sekin, ba'zan esa biroz chalkashliklar bilan kechardi. Ba'zi mulklarning hujjatlari umuman yo'q edi. Masalan, eski hovlilardagi noqonuniy qurilgan yordamchi binolar, ayvonlar yoki do'konlar. Bunday vaziyatlarda agar hujjatlar to'liq bo'lmasa ham, ba'zi mulk egalari uzoq yillar davomida hech qanday muammosiz yashab kelishdi. Yangi qurilgan uylarni qonuniylashtirish ham murakkab jarayon bo'lib, ko'p vaqt va mablag' talab qilar edi. Qisqasi, jarayonlar markazlashmagan, bir-biriga bog'liq bo'lmagan tizimlar orqali amalga oshirilar edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Raqamlashtirish jarayoni mamlakatimizning har bir sohasiga kirib keldi va ko'chmas mulk sohasini ham chetlab o'tmadi. Hukumat qonunchilikka jiddiy o'zgartirishlar kiritdi. Yangi tartib-qoidalar joriy etildi va hozirda biz to'liq yangi markazlashgan elektron kadastr tizimiga o'tmoqdamiz. Bu degani, endilikda sizning mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlar elektron bazada aniq va shaffof tarzda saqlanadi. Qog'oz hujjatlar asta-sekin ikkinchi darajali ahamiyat kasb etib bormoqda, ayrim hollarda esa hatto o'z kuchini yo'qotmoqda. Hamma narsa yagona tizimga birlashtirilmoqda. Yer uchastkalari, binolar, inshootlar, ularning egalari, chegaralari, o'lchamlari va huquqiy maqomi. Bu esa tezkorlik, shaffoflik va korrupsiyani kamaytirish uchun qilinmoqda, lekin shu bilan birga bizdan ham jiddiy e'tibor va harakat talab qiladi. Eski hujjatlar bilan yashab yurganlar uchun bu o'zgarishlar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, agar mulkingiz yangi tizimda to'g'ri ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, siz uni sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, meros qoldira olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz va hatto unga nisbatan hech qanday huquqiy operatsiya amalga oshira olmaysiz. Bu sizning mulkingiz mavjud emas deb hisoblanishi bilan barobar bo'lishi mumkin. Endi esa bu yangiliklar kimga tegishli va kim xavotir olish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, agar sizning ko'chmas mulkingiz, ya'ni uy-joyingiz, yer uchastkangiz, do'koningiz yoki ishlab chiqarish binoingiz bo'lsa, uning asosiy hujjatlari juda eski bo'lsa, masalan, 1990 yillardan oldin olingan bo'lsa yoki hatto Sovet davridan qolgan guvohnomalar bo'lsa, siz birinchi navbatda xavotir olishingiz kerak. Misol uchun, Toshkent shahrining eski mahallalarida yaxshi 7 yoshli Oysha momo o'zining hovlisi uchun 1980 yillarda berilgan orderga ega. Uning hovlisida 1935 yilda qurilgan bir nechta yordamchi binolar ham bor. Ammo bu binolar uchun alohida ruxsatnomalar yoki kadastr hujjatlari yo'q. Avvalgi tizimda bu uncha katta muammo emas edi. Chunki hech kim bu yordamchi binolar uchun hujjat talab qilmasdi. Endi esa yangi raqamli tizimga ko'ra har bir qurilma va yerning har bir kvadrat metr aniq ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Agar Oysha momo bu hujjatlarni yangi talablarga moslashtirmasa, u hovlisini sota olmaydi, meros qoldira olmaydi va hattoki kelajakda davlat tomonidan mulkiga nisbatan ba'zi cheklovlar qo'yilishi mumkin. Uning hovlisining haqiqiy maydoni va hujjatdagi maydon orasida farq paydo bo'lishi ham mumkin. Bu esa qo'shimcha muammolar tug'diradi. Ikkinchidan, agar siz ko'chmas mulkingizga yaqinda egalik qilgan bo'lsangiz, lekin hali uni yangi tizimda to'liq qayta ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, masalan, uy-joy sotib olganingizga bir necha yil bo'lgan
notarius orqali rasmiylashtirilgan. Lekin kadastr agentligida yoki davlat xizmatlari markazlarida to'liq hisobga qo'yilmagan bo'lsa, siz ham xavotirga tushishingiz kerak. Misol uchun, Samarqand viloyatidan kelgan yosh oila 2018 yilda xonadon sotib olgan. Notarius oldida shartnomani rasmiylashtirishgan. Lekin keyinroq kadastr agentligiga borib, xonadonni o'z nomlariga to'liq ro'yxatdan o'tkazishni unutib qo'yishgan. Chunki notarius bergan hujjatni yetarli deb hisoblashgan. Endi esa elektron tizimda ularning xonadoni hali ham avvalgi egasining nomida turgan bo'lishi mumkin. Bu holatda yangi tizimda bu oila xonadonning qonuniy egasi sifatida ko'rinmaydi. Agar ular hozirroq buni to'g'rilashga harakat qilmasalar, kelajakda xonadonni sotmoqchi bo'lganlarida katta muammolarga duch kelishadi. Chunki tizim ularni egalik huquqiga ega deb tan olmaydi. Bu jarayonni tezroq yakunlashlari shart. Uchinchidan, agar sizning yer uchastkangiz bor bo'lsa, lekin u hali yangi kadastr raqami bilan rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki uning chegaralari aniqlanmagan bo'lsa, siz ham jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ko'pincha qishloq joylarda eski yer uchastkalari aniq chegaralarga ega bo'lmagan yoki chegaralari qo'shnilar bilan og'zaki kelishuv asosida belgilangan holatlar uchraydi. Farg'onada yashovchi fermer Rustam aka 1990-yillarda ajratilgan yer uchastkasiga ega. Uning hujjati mavjud, lekin yangi kadastr tizimida bu yerning aniq koordinatalari va chegaralari raqamli ravishda belgilanmagan. Ya'ni uning yerdan foydalanish huquqi hujjatida bor, ammo elektron xaritada aniq joylashuvi mavjud emas. Bu holatda Rustam aka o'z yerini boshqa bir fermer tomonidan egallab olinish xavfi ostida qolishi mumkin. Chunki raqamli tizimda uning huquqi aniq belgilab qo'yilmagan. U yerini hech qanday operatsiyaga kirita olmaydi. Qishloq xo'jaligi uchun kredit ola olmaydi. Chunki banklar elektron kadastr ma'lumotlarini talab qiladi. Bu kabi holatlarda yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarning yangi tizimga o'tkazilishi shart. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz yaqinda, ya'ni so'nggi 2-3 yil ichida ko'chmas mulk sotib olgan bo'lsangiz va barcha hujjatlar, jumladan notarial tasdiqlash va kadastr agentligida ro'yxatdan o'tish jarayoni to'liq amalga oshirilgan bo'lsa, unda sizning mulkingiz allaqachon yangi elektron tizimga kiritilgan bo'lishi kerak. Sizning hujjatlaringizda, ayniqsa kadastr pasportida, aniq kadastr raqami va elektron baza ma'lumotlari mavjud bo'lsa, tashvishlanishga hojat yo'q. Shuningdek, yangi qurilgan uylarni topshirishda quruvchi kompaniya barcha ro'yxatdan o'tkazish ishlarini to'liq bajargan bo'lsa, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo shunga qaramay, har birimiz uchun o'z mulkimizning elektron bazada to'g'ri aks etganligini tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Afsuski, tizimda xatolar ham uchraydi va bu xatolarni faqat mulkdorlarning o'zi aniqlab tuzatishiga chorlashi mumkin. Shuning uchun har bir inson o'ziga tegishli mulk hujjatlarini qayta ko'rib chiqishi va yangi talablarga mos kelishini tekshirishi zarur. Keling endi bu qoidalarning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan noaniq jihatlariga to'xtalib o'taylik. Birinchidan, eski hujjatlar deganda qaysi sanagacha bo'lgan hujjatlar tushuniladi? Rasmiy manbalarda bu muddat aniq belgilab berilmagan bo'lsa-da, tajribam shuni ko'rsatadiki, 2010 yildan oldin olingan barcha hujjatlarga alohida e'tibor qaratish kerak. Ayniqsa 2000 yillargacha bo'lgan hujjatlar deyarli barchasi yangi tizimga mos kelmaydi. Ularning raqamli ma'lumotlar bazasida yo'q bo'lish ehtimoli juda yuqori. Ikkinchidan, noqonuniy qurilishlar masalasi. Ko'pchilikning hovlisida o'z vaqtida ruxsatsiz qurilgan qo'shimcha binolar, garajlar, oshxonalar yoki hatto yashash xonalari mavjud. Ilgari bu holatga ko'z yumilgan bo'lishi mumkin. Ammo yangi tizimda har bir bino va inshootning kadastr pasportida aniq aks etishi talab qilinadi. Agar sizning noqonuniy qurilishingiz bo'lsa va siz uni qonuniylashtirmasangiz, birinchidan mulkingizni sota olmaysiz, ikkinchidan kelajakda davlat tomonidan jarima solinishi yoki hatto buzish talab qilinishi mumkin. Qonuniylashtirish jarayoni endi avvalgidek murakkab emas, davlat xizmatlari markazlari orqali soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Ammo baribir ma'lum bir xarajatlar va hujjatlar yig'ish talab etiladi. Misol uchun, Toshkent viloyatida yashovchi Mirzohid aka o'zining uyiga ruxsatsiz ikkinchi qavat qurgan edi. Uning kadastr hujjatlarida uy bir qavatli deb ko'rsatilgan. Mirzohid aka uyini sotmoqchi bo'lganida xaridor kadastr pasportida noto'g'ri ma'lumotlar borligini ko'rdi va bitim bekor bo'lishiga oz qoldi. Mirzohid aka zudlik bilan ikkinchi qavatni qonuniylashtirish uchun ariza
berishga majbur bo'ldi. Bu esa unga qo'shimcha vaqt, pul va asab buzilishiga olib keldi. Agar u ilgariroq bu masalani hal qilganida bunday muammolarga duch kelmas edi. Uchinchidan, meros qilingan mulklar. Ko'pincha ota-bobolarimizdan qolgan mulklar hujjatlar bir necha avlod o'tgan bo'lishiga qaramay, hali ham asl egasining nomida turadi. Merosxo'rlar notarial tasdiqlangan meros huquqi to'g'risidagi guvohnomaga ega bo'lishlari mumkin. Lekin mulkning o'zi yangi tizimda ularning nomiga o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Natijada ular mulkdan to'liq foydalana olmaydilar. Uni o'z nomlariga ro'yxatdan o'tkazmasdan sota yoki garovga qo'ya olmaydilar. Qashqadaryo viloyatida yashovchi Dilshod o'zining marhum bobosidan qolgan uyga ega. Bobosi 1990-yillarda vafot etgan va o'sha vaqtdan buyon uy bobosining nomida turadi. Dilshodning qo'lida merosxo'rlik huquqini tasdiqlovchi notarius hujjati bor. Ammo u uyni o'z nomiga o'tkazish uchun kadastr agentligiga murojaat qilmagan. Endi u uyni sotmoqchi bo'lganda yangi tizim uyni hanuz bobosining mulki deb ko'rsatayotganini bildi. Bu holatda Dilshod avval uyni o'z nomiga o'tkazishi, so'ngra sotish jarayonini boshlash kerak bo'ladi. Bu esa unga qo'shimcha rasmiyatchilik va mablag' talab qiladi. 4-dan kadastr qiymati va soliqlar. Yangi tizimga o'tish bilan ko'chmas mulkning kadastr qiymati ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa mulk soliqlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Agar mulkingizning maydoni hujjatlarda noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki noqonuniy qurilishlar qonuniylashtirilsa, soliq yukingiz ortishi mumkin. Bu ba'zilar uchun yoqimsiz kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Ammo bu shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun zaruriy qadamdir. 5-dan ishonchnoma asosida amalga oshirilgan bitimlar. Agar siz ko'chmas mulkingizni kimdir nomiga ishonchnoma orqali boshqarish huquqini bergan bo'lsangiz va ishonchnomaning muddati o'tgan bo'lsa yoki uni bergan shaxs vafot etgan bo'lsa, bu ishonchnoma o'z kuchini yo'qotadi. Yangi tizimda bu kabi holatlar tezroq aniqlanadi va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ishonchnomalar orqali amalga oshirilgan bitimlarni ham diqqat bilan tekshirish lozim. Agar ishonchnoma asosida biron bir mulkni o'z nomingizga o'tkazgan bo'lsangiz, barcha jarayonlarning to'liq va yangi talablarga muvofiq yakunlanganligiga ishonch hosil qiling. Xulosa qilib aytganda, bu o'zgarishlar mulk egalaridan diqqatli bo'lishni, o'z hujjatlarini qayta ko'rib chiqishni va ularni yangi talablarga moslashtirishni talab qiladi. Bu qiyin ko'rinishi mumkin. Ammo bu sizning mulkingizni xavfsiz saqlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish uchun zarur. Xo'sh, endi siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga aniq va amaliy ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: mavjud hujjatlaringizni to'plang va ko'zdan kechiring. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. 1. Uy-joy yoki yer uchastkasiga egalik huquqini tasdiqlovchi barcha hujjatlar: hokimiyat qarori, order, meros guvohnomasi, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi va okazo. 2. Ko'chmas mulkning texnik pasporti, kadastr yig'ma jildi. 3. Shaxsiy pasportingiz yoki identifikatsiya ID kartangiz. Nikoh guvohnomasi, agar mulk er-xotinning umumiy mulki bo'lsa. 5. Qo'shimcha qurilishlar bo'lsa, ularga tegishli ruxsatnomalar, agar mavjud bo'lsa. Ikkinchi qadam: hujjatlaringizning holatini tekshirish uchun Davlat xizmatlari markaziga yoki kadastr agentligining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga mulkingizning elektron bazadagi holati haqida ma'lumot beradi. Siz mening mulkim degan xizmat orqali ham buni tekshirishingiz mumkin. Ammo to'liq ma'lumot uchun mutaxassis bilan gaplashish afzalroq. Bu xizmat orqali siz o'zingizning ko'chmas mulkingiz kadastr agentligining axborot tizimida mavjudligi yoki mavjud emasligini bilib olishingiz mumkin. 3-qadam: agar mulkingiz elektron bazada mavjud bo'lmasa yoki undagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, darhol uni ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlarni tuzatish uchun ariza bering. Bu jarayon uchun Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ariza berish tartibi quyidagicha: 1. Davlat xizmatlari markaziga barcha mavjud hujjatlaringiz bilan boring. Mulkni ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlarni tuzatish bo'yicha ariza yozing. Sizga blankani berishadi va to'ldirishga yordam berishadi. Arizada barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni, mulkning manzili va turini, shuningdek, ro'yxatdan o'tkazish yoki tuzatish sababini aniq ko'rsating. Uchun talab qilinadigan davlat bojini to'lang. Boj miqdori mulkning turiga va maydoniga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, yer uchastkasini birlamchi ro'yxatdan o'tkazish uchun BHMning 0.0 barobari miqdorida
taxminan 12.500 so'm yoki texnik xatoni tuzatish uchun BMning 0,0 ga barobar miqdorida davlat boji undirilishi mumkin. Ammo bu narxlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni Davlat xizmatlari markazidan oling. Agar talab qilinsa, kadastr agentligi xodimlari mulkning joyida o'rganish uchun kelishadi. Ular o'lchov ishlarini o'tkazib, mulkning aniq chegaralari va maydonini belgilaydilar. Agar sizda noqonuniy qurilishlar bo'lsa, ularni ham o'lchab, qonuniylashtirish jarayoni bo'yicha maslahatlar berishadi. Bu bosqichda ko'pincha qo'shimcha haq to'lash talab qilinadi. Masalan, kadastr injenerining joyiga chiqishi va o'lchov ishlari uchun mulkning maydoniga qarab ma'lum bir miqdorda to'lov undiriladi. 4-qadam, agar hujjatlaringizda kamchiliklar mavjud bo'lsa, masalan, ba'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish kerak bo'lsa, ularni qonuniylashtirish jarayonini boshlang. Davlat xizmatlari markazida bu borada ham xizmatlar ko'rsatiladi. Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish uchun belgilangan tartibda ariza berib, Davlat xizmatlari markazi orqali tegishli ruxsatnomalarni olishga harakat qiling. Bu albatta ma'lum bir mablag' talab qiladi. Ammo kelajakdagi jiddiy muammolardan qochishga yordam beradi. 5-qadam, jarayon yakunlangach, sizga yangi kadastr pasporti yoki elektron ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma beriladi. Bu hujjatlar sizning mulkingizning yangi tizimda to'liq ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlaydi. Hujjatlarni olgach, ularni diqqat bilan tekshiring. Undagi barcha ma'lumotlar, jumladan manzilingiz, mulkning maydoni va egasi to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. Do'stlar, ushbu jarayonlarni ortga surmang. Vaqt o'tishi bilan vaziyat yanada murakkablashishi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. O'z mulkingizga egalik huquqingizni mustahkamlash va kelajakdagi noxush vaziyatlarning oldini olish uchun bugundan harakat qiling. Shunday qilib, bugun biz ko'chmas mulk sohasidagi katta o'zgarishlar va bu o'zgarishlarga qanday tayyorgarlik ko'rish haqida gaplashdik. Unutmang, o'z mulkingizga egalik huquqingizni himoya qilish bu sizning mas'uliyatingizdir. Raqamlashtirish jarayoni biz uchun qulaylik yaratish bilan birga bizdan ham mas'uliyatni oshirishni talab qiladi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu video ostiga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning qanday savollaringiz bor? Sizning mulk hujjatlaringiz holati qanday? Bu borada qanday muammolarga duch kelgansiz? Bu ma'lumotlarni ko'pchilikka yetkazish uchun videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va barcha hujjatlaringizni tartibga soling.